Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana o'sha men Longer King bo'laman. Bugungi video do'stlar, biz sizlar bilan OneBlock o'ynaymiz. Qanunda boshladik. Birinchi navbatda biz tilni tanlab olishimiz kerak. Ispancha yoki inglizcha. Albatta biz inglizchani tanlaymiz. Xo'sh, 87 kun yashagansiz deyapti. Bu albatta merning xatosi. Endi bu tugmani bosish kerakmi, bilmayman, bug bo'ldimi. Biz esa blok sindirishni boshlaymiz. Shunday qilib boshladik. Nihoyat bizning birinchi sandig'imiz. Va undan 5 ta non va 2 ta kitob chiqdi. U kitoblarning ichida esa ko'rib turgan narsalaringiz yozilgan edi. Shu tarzda biz boshladik vijvaniyani. Ko'rib turganingizdek, men bu yerda kunlarni ko'rsatkichni o'chirib qo'yganman. Sababi u bug bo'lib qolgan. Men esa o'zim albatta bu yerga chiqarib qo'yaman 5-kunligini. Menda birinchi qo'y ham chiqdi. Ammo men OneBlockni yo'qotib qo'ydim. Qaysi biridan chiqdi menimcha shu. Adashibman demak bu. Vijvaniyani unda davom ettiraman. Birinchi instrumentlarimizni yasab olamiz. Menda mana bunaqa bloklarda 3 ta bo'lgandan keyin daraxtlarimni o'stirishga qaror qildim. Sababi mana bu 3 ta qo'yga joy tayyorlamoqchi edim. Va mana bu ablah qo'y yana bitta jigar qo'yimni tushirib yubordi hozirgina. Mana bu jigar qo'y. Hay yaramas. Endi-chi? Endi nima bo'ladi? Buni o'ldirsammi? Xullas, mana kech ham tushdi. Men esa 58 ta blok sindirdim. Ammo men mana bu daraxtlarim bilan birga bir stakdan oshadi. Va mana 3-daraxt. Xullas, menga endi mana shu narsalar yetsa kerak. Ammo bu narsalarni yetmasligi mumkin deb yana mana bunaqa zaborlardan yasab olamiz. Va mana bunaqa pol blok, ya'ni yarimtalik bloklarga to'liq bloklarni aylantirib olamiz qisqasi. Xullas, menga 2 ta blok ortib qoldi. Ana endi bu yerni zabor bilan o'rab chiqyapmiz. Afsuski bolalar, menga biroz yetmay qoldi zabor. Nima ham qilardik? Yana kovlaymiz. Ko'ra bolalar, mana bu ekinlarimni o'stirganim yaxshi. Va nihoyat bolalar, mana shuncha hayvon bo'lib ketgandan keyin men bularni ulgurdim xullas. Mana kiritib oldim. Bolalar, menga mana shu narsalar chiqdi sandiqdan. Va nihoyat yerlarim. Va nihoyat yerlarimni endi yashil qila olaman. O't o'stira olaman, bug'doy eka olaman va nihoyat. Unda boshladik. Bolalar, 2-tunimiz o'tmoqda. Ishqib zombilar spawn bo'lmasa bo'ldi. Mana bular yorug'lik taratar ekan. Men endi bilyapman. Qazishda davom etamiz. Va nihoyat suv chiqdi. Va nihoyat 5-sunduqda. Unda yurakchalar ham chiqyapti. Bizning birinchi tovuqchamiz. Va bolalar, bizning 3-tongimiz o'tmoqda. Mana 3-tongimiz o'tmoqda. Men mana o'zimga kravat ham yasab oldim. Va shu videomizning shu joyida, ya'ni videoning shu joyida bu videoning birinchi qismi yakunlanadi. Va bolalar, videoning oxirida ko'rib turganingizdek kompyuternikiday qilib oldim. Bu nastroykasini keyingi videoda aynan mana shu nastroykada o'ynaymiz. Va keyingi videoda albatta uy ham quramiz. Buning uchun kommentariyada keyingi qismi chiqsinmi yo'qmi yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va albatta obuna bo'lib like bosishni unutmang. Xayr.